Ana 8 soatdan beri prosta pasportimizni olib ushlab o'tirishibdi. Sababi o'zbek bo'lganimiz uchun. Mana shuncha akalar mana Samarqanddan uchdik, to'g'rimi? 8 soatdan beri pasportimizni olib qo'yganlar Abu Dabida, hech qanaqa savol javob yo'q, hech qanaqa sabab yo'q. Mana o'tiribdilar. Agar shu yerda Yevropani yo Amerikani fuqarolari bo'lganda, ularning pasportlari menimcha boshqacha gaplashgan bo'lardi. Bizanikilar esa prosta telefonni ko'tarmaydi. Biz nima qilaylik mana? Shuncha xalq 8 soatdan beri sarson, sargardon o'tiribdi. Na pasportimizni beryapti, na jo'natyapti. Mana hech narsa yeganlari yo'q, hech narsa ichganlari yo'q. Hayronman, kim ham yo'q. Yeyishga, borishga yerlarda o'tiribdi mana. Da sabab yo'q, hech narsa gapirgisi kelmayapti. Nima problema desak, o'zbek problem. Tamom, bitta gap top bo'lgan o'zbek problem. Qanaqa problema? Aybimiz o'zbek bo'lganmizmi? Bu xatti-harakat ne только bizani, butun O'zbekistonga bo'lgan hurmatsizlik deb tushundik menimcha hammamiz, to'g'rimi? O'zini samolyotda uchdik. Raz davlatga qo'ymaykaning, nimaga uchirding, nimaga olib kelding bergacha? Kecha va undan oldin kuni ham kelgan odamlar bor, o'zbeklar bor. Posolstva telefonni ko'taringlar.